Sarvari koinot aytadilar, kim xonadoniga kirishda odam bo'lsa bo'lmasa salom bersa, assalomu alaykum deb, menga bir bor salovat aytsa sallallohu alayhi vasallam va bir bor ixlosni o'qisa, hargiz o'sha xonadonga faqirlik kirmaydi deb Rasululloh marhamat qilganlar. Erkakning tili barakaning omili bo'ladi, akalar. Salom bering. Telefon oldingizda assalomu alaykum deng. Kim bu? Alyo, eshitaman deyish bu odobli odamning gapi emas bu. Odobli odam, so'zini e'tiborni qiladigan odam birinchi salom beradi. Assalomu alaykum, labbay. Sunnatni qilasiz, savobni olasiz, odamga xush kayfiyatni bag'ishlaysiz, o'zingizni odobingizni ko'rsatasiz. Salom beraylik. Assalomu alaykum.